To'y to'ykunlarimizdagi adab qoidalar. Avtori Dr. Abdulaziz rahmatulloh. To'y to'ykunlar haqida ayrim to'xtalish, bu turlik ma'rakalar ko'p bo'layotgan bu ay bu kunlarda muhim deyishga bo'ladi. Ikki Uyg'ur farzandining oila qurishi, Allohning kitobidagi amrni ijro qilish, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatini yashartish bo'lib qolmasdan, muhojiratda yashayotgan sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarning o'z kimligini va ona tilini, hatto urf-odatlarini saqlashning asosli chorasidir. Ata-onasi yanada bo'lmagan yoshlarni o'ylab qo'yishmi muhojiratdagi jamoatchilikning Alloh kitobida buyurgan majburiyatidir. Islom dinimiz ko'pchilik xushallik-xuram bo'ladigan to'y-to'ykunlarni o'tkazishni cheklamagan, lekin uninga ma'lum o'lcham va adab qoidalarini bekitgan. Masalan, 1. To'y ma'rakasiga tanishlarini, urug' tuqqanlarini va mahalla ko'ydagilarni chaqirish ta'kidlangan sunnat. Vojibmi deyiladi. Chaqirilsa berish vojibdir. O'zrisi bo'lsa yoki arliq yiroq bo'lsa barmaslikqa ruxsat qilingan. To'y ma'rakasiga chaqirish va chaqirilsa berishning sunnat va vojibligi to'yni keng e'lon qilishga munosabatlikdir. Humayd Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdurrahman ibn Avfga bir qo'y bilan bo'lsa-mu to'y ziyofati ber degan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biringlar to'y ziyofatiga chaqirilsa uninga barsun degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki to'yga chaqirilsa barmaydi ekan, Alloh va Allohning rasuliga osiylik qilgan bo'ladi degan. 2. To'y ma'rakasiga kambag'allarni chaqirmay, boylarni chaqirish joiz emas. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boylarlar chaqirilib, kambag'allar chaqirilmagan to'y ziyofati tamoqning eng nacharidir degan. 3. To'y ma'rakasida ig'ir munkarat bo'lsa, masalan, aroq-sharob ichish, ayollar aralash o'ltirish, billa usul yoki tansi o'ynash qatorliqlar bo'ladiganligi aniq bo'lsa yoki bo'lishidan ansirsa, uninga barmaslik kerak. Buningda olimlar birdek qarashda. Fuqmay berib qolganida shundoq munkaratlarni ko'rsa, uni nasihat bilan to'xtata olsa, to'xtatib o'ltiradi. To'xtatolmasa, to'ydan chiqib ketadi. 4. Kafirning, munofiqning va xoinning to'yiga berish vojib emas. Shundaqla to'y egasining kirmining ko'p qismi haramdan kirgan bo'lsa, barmaslikqa ruxsat qilingan. 5. Bir to'yga chaqirilgan bo'lsa, keyin o'xshash vaqtga yana bir to'yga chaqirilsa, ikkisiga tang barg'ili bo'lmaganlikdan oldin chaqirilganiga bordi. 5. To'y to'ykunlarda dab va shuningga o'xshagan sazlar chalinsa bo'ladi. Pokiz mazmundagi naqshlar aytilsa-mi bo'ladi. Lekin erlarga erlar, ayollarga ayollar aytishi munosib. Hazrat Aisha radhiyallohu anhaning aytishicha, ular bir to'yda kelinni bir ansarining uyiga yo'tkab apargan. Qaytib kelganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Aisha, o'yin tomosha bo'ldimi? Ansarilar o'yin tomoshaga amroq" degan. 6. To'y to'ykunlarda hayosiz kiyinishdan saqlanish kerak. Agar namahramlar ko'radigan bo'lsa, haram darajasiga bordi. To'yi bo'lgan qizni yuzi yoki belaklari ochiq tar kiyingan, girim qilgan holda erlar so'riniga elib chiqishmi haram. Yigitnimi yot ayollar to'liq kiyinmay o'ltirgan ayrim so'ringa akirish to'g'ri emas. Ayollarga ayrim so'rinda yuqorqida kiyinishga ruxsat. 7. Qiz yigitning mehmonlar oldida billa usul o'ynashi va ba'zi qiliqlarni qilishi haram. Ayollarning ayollar oldida, erlarning erlar oldida hayoliq usul o'ynashiga ruxsat. Samo salsimi bo'ladi. 8. To'y ma'rakasida isrof qilishga, riyokorlik, aviyxo'rlik qilishga bo'lmaydi. 9. To'y ma'rakasini nikoh kunida yoki uningdan bir kun yoki bir qancha kun keyin qilsimi bo'ladi. To'y ma'rakasini bir qancha kun qilsimi bo'ladi. 10. To'y ma'rakasi sababli namoz zoya bo'lsa yoki vaqtidan kechiktirilsa bo'lmaydi. 11. Mehmonlarning qiz yigitga va sohibxonaga barakat tilab duo qilishi sunnat va mustahab. 12. To'y ma'rakasida qizning oq rangli to'y ko'ylagi kiyishi ba'zi olimlarning qarashida to'g'ri emas. Boshqa rangda kiysa bo'ladi. Bu haqda ayrim fatvo bor. Inkas rayoniga qarang.